Ham Samarqand viloyati Payariq tumanida, Chelakda, mana shu to'rt ko'chani bo'yida juda chiroyli qilib tunika fon ishimizni mana bugun o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Bu ishimizni 15 kun oldin olgan edik. 15 kunda materiallarini tayyorlab olib keldik va bir hafta davomida qo'yib to'laligicha bitkazdik. Bu ishimizni ko'cha tomoni, ichkari shapka, darvozaxona va ayvonlarini juda chiroyli holatda usti polirovka bo'lgan, ya'ni yaltillov tunikadan, material qalinligi 0.35 tunikadan mana shu tarno siliflarigacha va turbalarigacha biz qilib berdik. Bu xizmatimizni 1 metr turba narxi 100 ming so'm, tarnosi ham 100 ming so'mdan hisoblanadi. Tunika fondi esa 170 ming so'mdan qilib berdik. Nimaga qilib berganimizni hozir sizga to'laligicha video davomida ko'rsataman. Mana bu joyda fasonini bu yerga 3-4 xil fason tushardi. Uy egasi shu fason tanlagani uchun shuni qildik. Bu 90 gradusli alkafonni fasonga pianina, unaqa kichkina mokricha tunikalardan qo'yib chiqqanmiz. Bu ham o'zgacha chiroyli holatda bo'lib bitdi. Endi bu ishimizni mana darvozaxonasini sizlarga bir qarataman. Qaranglar. Traventin ham juda chiroyli bo'lib bitgan. Mana Traventinga mos fason bo'lgan. Mana sokillari, burchatkalari ham bo'lgan. Manaqa high-tech betga darvoza qo'ygan. Endi mana ichkariga kiraman. Ichkariga esa mana oddiy shaxmat qilganmiz. Nimaga oddiy shaxmat qilganmiz? Chunki mana bu yerda derazasi bor edi. Eshigi bor edi. Eshik juda pastda. Agar buni chekkasiga gullik yoki bassenli fason qilsak, patolog mana bu eshikni ichiga tushib ketardi. Shuni hisobiga bu yerda oddiy shaxmat qildik. Qarang, qanaqa chiroyli bo'lgan. Ish sifatiga baho berib ko'rasizlar. Mana bu joylari endi keyinroq remont bo'ladi. Juda ojoy joylari bor. Fasadchi usta kelyapti, to'g'rilab beradi. Mana bu joylari ham yopilyapti. Hozir ish jarayoni, lekin bitgan pashti. O'sha joylari qoldi. Mana. Endi esa buyog'i 780 ga, buyog'i 470 darvozaxonaning ayvonchasiga esa 3D fason qilib berdik. O'shaning uchun buni qo'yiq suyuq 170 ming so'mdan 1 kvadratini qildik. Agar 3D o'zini bo'lganda hamma joyi 200 ming so'mdan qilardik, chunki bunga nerjevikasiz bo'lyapti. Mokri tunika bilan oq tunika ishlatilyapti. Agar nerjevikali bo'lganda 250 ming so'mdan hamma yo'q ichida qilyapmiz. Shuning uchun endi mana bu tarafi oddiy fason, ko'cha tomoni oddiy fason, mana bu qiyin fasonligi uchun 170 ming so'mdan uy egasi bilan dogovor qildik. O'sha 53 million so'mga barcha xarajat ichida bityapti. Material qalinligi 3,5 lik yeltiroq tunikada bo'lgan. Mana qaranglar. Qanaqa chiroyli holatda bo'ldi. Mana bu joyda reglini ham hozir polniy tunika bilan yopib chiqdik. Ish o'ta chiroyli bo'lgan, qaranglar. Qo'limizdan kelgancha chiroyli holatda qilib berdik. Mana bu joyda kost joyi bor, lekin biz patologni ichini nur saqlab qolish uchun o'sha kostni ham chekkasini juda chiroyli mohirona yo'l bilan o'tkazib yubordik. Ya'ni chiroyli holatda bitdi. Buni ham to'ra burchagi bir xil bo'lib chiqqan. Endi mana bu ko'rib ko'rsataman sizlarga. Mana. Qaranglar, ko'rib qanaqa chiroyli bo'lgan. Mana bu tomonining shapkasi boshqa razmer. Mana bu tomondagi boshqa razmer, mana bu tomondagi boshqacha razmer. Endi mana bu joyini shunaqa qilib yopdik, chunki mana bu akfa chiqqan. Uni tepasini ham tunika bilan yopib beringlar dedi. Qo'ldan kelgancha shunaqa qilib yopib chiqdik. Mana bu tomonlari shapka bo'lib ketgan, mana obunachilar. Qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lgan ishimiz. Lekin mana bu reglni ham juda chiroyli qilib yopdik. Hozir mana bu patologimizni tepadan ham yaqinidan videoga olib ko'rsataman. Ko'ringlar, ish sifatiga baho beringlar. Mana tepadan ko'rinish patologida qaranglar. Qanaqa yiltillab turibdi. Bu 3D fason. Buni o'zi mana ichidagi mokri tunika, mana bu oq tunika, buni 1 kvadrati 200 ming so'mdan chiqadi. Chunki mana bu joylari polniy lazerda kesiladi. Rushnoy qilinmaydi bu. Mana bu ham lazerda kesiladi. Shuni hisobiga buni narxi 200 ming so'mdan chiqadi 1 kvadrat. Agar buni ichiga nerjevika qo'yib mana bu joylarga nerjevika qilib qiladigan bo'lsak, 250 ming so'mdan chiqadi. Bunaqa ishimizni Buxoroda qilganmiz. Linki o'sha YouTube kanalimda turibdi, Buxoroda qilingan ish. Где-то videoni bir 15 kun oldin qo'yganman, ko'rsanglar bo'ladi. U nerjevikali variant. Lekin u boshqacha chiqqan, lekin mana bu ish ham boshqacha chiqqan. Endi sharoitingizga qarab qilib beraveramiz. Ya'ni kichkina joyga ham shunaqa 3D fason
qilib beraveramiz. Qaranglar qanaqa chiroyli bo'lgan. Obunachilar. Yaqindan ko'rsatyapman. İşimiz sifatiga baho berib ko'rasizlar. Xizmatlarimiz ves O'zbekiston bo'ylab Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Vodiy, Namangan, Farg'ona, Andijon, qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston bo'ylab shu fasonlarda qilib bera olamiz. Faqat ob'yomlar katta bo'lsa, eng kamida 200-300 kvadrat bo'lsa, borib qilib beramiz. Mana shu joy ham 300 kvadrat atrofida bo'lyapti. To'g'riroq 289 kvadrat lis ketdi. Ko'cha tomoniga tanlov turbasi 31 metr ketdi. Barcha xarajatingiz ichida 53 million so'mga xonadon egasiga bitkazyapmiz. Bu ishimizni Amerikadan turib zakaz bergan. Ya'ni Amerikadan turib zakaz berishgan. O'shani chiroyli qilib kelib, ko'rib, o'lchab, tayyor qilib, oldidan zakazlar berdi, materiallar tayyorlab olib kelib, chiroyli holatda mana ishimizni o'z nihoyasiga yetkazyapmiz. Qaranglar. İşimiz yoqqan bo'lsa, bitta like qo'yib qo'yasizlar, xizmatlarimizga juda chiroyli holatda qilib topshirib berib ketamiz. Juda chiroyli bo'lgan. Uy ham o'zi juda zo'r qurilgan ekan, qaranglar. Obunachilar mana. Uy ham chotki. Endi malikka navis qiladi, navis tepasi yopiladi. Materiallarimiz mana bu upakovkada keladi. Mana salofanda upakovkada keladi. Juda chiroyli holatda olib kelib qilamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu joylarini ham mana ukalarimiz chiroyli qilib yopishyapti. Mana bu joylarda mana sizlarga ko'rsataman. Mana. Mana akfalarning o'rtalarini ham chiroyli qilib yopib berdik. Akfalarning o'rtalarini ham juda chiroyli qilib yopib, ichkari oddiy shaxmat bo'lgan koridor. Endi mana bu joydan hozir ish jarayoni ketyapti mana. Xudo xolasa, bundan keyin ham to'liq videosini qo'yaman. Lekin ishimiz juda chiroyli holatda bo'lib bitdi. Kimda kim shunaqa tunikafon qildirmoqchi bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Juda chiroyli qilib beramiz. Endi men blogger emasman, boshqa emasman, uncha chiroyli obzor qila olmadim. Lekin qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib bitkazib beryapmiz. Bu ishimiz Samarqand viloyati payag'ida juda boshqacha bo'lib bitdi. Yoqsa, bitta like qo'yib qo'yasizlar, obunachilar. Sizlar bilan Usta Habibulloh bo'ldi.